İctimoiy tarmoqlardan birida iqtisodiyotimizning ahvoli va O'zbekistonda energetikaning narxi yuqoriligi nomli sarlavha ostida video post joylandi. Aslida vaziyat qanday? Haqiqatan ham bizda energetikaning narxi qo'shni davlatga nisbatan yuqorimi? Keling, masalaga xolisona oydinlik kiritamiz. Mamlakatimizda 1 kilovat elektr energiyasi narxi maishiy iste'molchilar, ya'ni aholi uchun o'rtacha 0,35 AQSh dollar tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich qo'shni Tojikistonda 0,34 AQSh dollar tashkil etgan. Qozog'istonda esa hatto bizdan yuqori, ya'ni 0,38 AQSh dollarini tashkil etgan. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlardan birida iqtisodiyotimizning ahvoli va O'zbekistonda energetikaning narxi yuqoriligi nomli sarlavha ostida video post joylandi. Aniqrog'i, ushbu video post 3-4 nafar qo'shtirnoq ichidagi ekspertlarning o'zaro suhbatidan kesib olingan bir lavha. Davra suhbatning davomi, yakuniy xulosa va tavsiyalari bizga qorong'u. Ammo joylangan ushbu video lavhada mamlakatimizda jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar uchun energetikaning narxi yuqoriligi bo'rttiriladi. Qo'shtirnoq ichidagi ekspertlarning fikricha, mamlakatimizda energetikaning narxi qo'shni davlatga nisbatan yuqori, bu esa ishlab chiqarilayotgan tovarlarning tannarxini ham oshishiga olib kelayotgan emish. Xo'sh, aslida vaziyat qanday? Haqiqatan ham bizda energetikaning narxi qo'shni davlatga nisbatan yuqorimi? Keling, masalaga xolisona oydinlik kiritamiz. Aslida hozirgi axborot texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar va sun'iy intellekt rivojlanayotgan bir davrda nafaqat bir mintaqadagi qo'shni davlatlar, balki yer yuzidagi istalgan mamlakatdagi har qanday tovar va ish xizmatlarning narx-navosini ochiq manbalardan bilib olish qiyin emas. Mamlakatimizda energetika narxi qo'shni davlatga nisbatan yuqori emas. Fikrimizga kichik bir dalil keltiramiz. Masalan, mamlakatimizda 2025-yil 1-yanvar holatiga 1 kilovat elektr energiyasi narxi maishiy iste'molchilar, ya'ni aholi uchun o'rtacha 0,35 AQSh dollar tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich qo'shni Tojikistonda 0,34 AQSh dollarini tashkil etgan. Qozog'istonda esa hatto bizdan yuqori, ya'ni 0,38 AQSh dollarini tashkil etgan. Ko'rinib turibdiki, elektr energiyasining narxida mintaqa davlatlarida katta tafovut yo'q. Qolaversa O'zbekistonda elektr energiyasining 80-90% issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Issiqlik elektr stansiyalarida elektr energiyasi olish uchun tabiiy gaz, ko'mir, mazut kabi yoqilg'ilarga tasavvur qilib bo'lmas darajada sarf xarajat qilinadi. Daryolarning o'zanda joylashgani, tabiiy jihatdan suv resurslariga boy bo'lganligi uchun qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonda elektr energiyasining o'rtacha 90-93% gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Gidroelektr stansiyalarda tabiiy suv resurslarining harakati tufayli elektr hosil bo'lganligi bois issiqlik elektr stansiyalariga nisbatan 6-7 barobar kam xarajat qilinadi. Masalaning yana bir tomonini unutmaylik. Iste'molchilar soni va ularning mamlakat bo'ylab joylashuv geografiyasi ham energetikaning narxiga ta'sir etmay qolmaydi. Iste'molchilar soni qancha ko'p va yetkazib berish masofasi qanchalik uzun bo'lsa, energetika bilan ta'minlash murakkablashadi. Ko'p sarf xarajat qilinadi, tannarx oshadi. Qiziq, yuqoridagi suhbatda O'zbekiston aholisini 38 million nafarga yetgani, bu qo'shni Tojikiston aholisidan o'rtacha 3,7 barobarga ko'p ekanligi, Qirg'iziston fuqarolaridan esa 5,2 barobarga ko'p ekanligi, mamlakatimiz energetika iste'molchilari safiga har yili minglab tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilar qo'shilayotganligi ham tilga olinganmikin? Ishonchimiz komil. Qo'shtirnoq ichidagi ekspertlar taqqoslashda
aholi soni, byudjet tashkilotlari, ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar sonini solishtirishni xayollariga ham keltirishmagan. Markaziy Osiyo mamlakatlarida energetika sohasi uzoq yillardan buyon davlat dotatsiyasida qolmoqda. Sohaga to'liq bozor mexanizmlarini joriy etilmaganligi bois, qo'shni davlatlarda iste'molchilar energetika tannarxining o'rtacha 1/3 qismini to'lashadi xolos. Tizim tashkilotlari esa million AQSh dollari miqdorda zararga ishlamoqda. O'zbekistondagi kabi iste'molchilarni aqlli hisoblagichlar bilan qamrab olish, sohada billing tizimini joriy etish orqali debitor qarzdorlikka barham berish, energetika korxonalarini modernizatsiyalash va yangilarini barpo qilish borasida qo'shnilarimiz bizdan ancha ortda hali. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi video postdan odamlarda norozilik va davlatga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatini uyg'otishdek qabih niyat ko'zlangan. Taqqoslashda xolislik, mantiq va adolat qoidalariga amal qilinmagan. Qo'shni mamlakatlardan farqli o'laroq aholi va yuridik shaxslarni arzon va barqaror energetika bilan ta'minlash maqsadida O'zbekistonda muqobil energetikaga o'tilayotganligi, sohada qator ijobiy islohotlar qilingani tilga olinmagan. Shunday ekan, yurtdoshlarimizdan masalaning mohiyatini anglashda aniq dalil, raqam va mantiqqa asoslangan holda mulohaza qilishlarini tavsiya qilamiz.